Extol N9F2 model haqida gaplashamiz. Inshaalloh buni ochamiz. Va ichida nimasi bor, buni tekshirib ko'ramiz inshaalloh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah robbil alamin. Xo'p, buni ochamiz. Extol ochamiz. Inshaalloh nimalar bor. Xo'p. Buni ochib olamiz. So'lim sal kichikroq bo'lgani uchun apparat juda ham katta ekan. Xo'p, ochdik. Inshaalloh. Xo'p, apparatimiz 25-30 paddashga qiladi deyishgan. Albatta buni ham ko'ramiz. Hozir inshaalloh. Mana bunisini. Bizga nimalar bor, uni ham keyin buni bitta obzor qilib ko'rsatamiz inshaalloh. Apparat ko'ramiz hozir. Bizga apparat juda ham qiziq bo'lyapti. Qarab olamiz.